Aziz yurtdoshlar, 27 noyabr soat 12dagi reysimiz 20 minutga yaqin kech chiqmoqda. Mirzo aka, zakaz qanday? Kecha bo'ldimi, bugun keldingizmi? Xorazm edi? 12 ni vaqt ketyapsizmi? Yolg'on bormi yo'qmi? Yo'q, normal. Nima pastga qarab oldinglar? Izzat, chiq. Behruz chiqamiz. Video qilyapman. Ishonarlimi? Ishonarli. Zakaz qachon bo'ldi? Kecha. Tavsiya qilsa arziydimi? Arziydi. Inshaalloh ertaga yetib borganda opa biz yetib keldik, TikTokga yozib qo'ying, ha? Xo'pmi? Bismillah, ichkarisiga bitta-bittadan obzor. Povr akamiz ketyapti mana. Mol zapravkadan kurtkangizni olamiz. Qolmaydi kurtka aka. Xo'pmi? Tak, Zafar aka mana akalaringiz ketyapti. Muhammad aka bilan Abdunasir edi. Ishonarlimi? Kecha ukangizni jo'natib analiz qildingiz-da. Bugun o'zingizlar ketyapsizlar. Joyingiz qanday? Bugun koridorda rosa odam ko'p. Qol desa hech biri qolmayapti. Nima deysiz? Zo'r. Ishonarlimi? Siz ancha o'q qoldi borib kelib yurganingizga. Ha, pul so'ramas ekan pul tashlayverasiz-da. Ha, kelindi. Bir kunda ishini hal qilib tashlagandik-ku. Bu TikTokga siz har kun yozardingiz, oxirgi 2 oydan beri yo'qsiz. Men immunna sizni nimangizni bilaman-da, akkauntingizni, siz yo'qsiz. Bugun qidiraman sizni. Alchir aka, nima gap? Mendan vaqtli kelib olgan ertalab, ha? Ishonarlimi? Tavsiya qilsa bo'ladimi? Yolg'on bormi? Ha? Ertalabda birinchi biz keldik. Uzrasiz. Siz meni uyg'otdingiz bugun ertalab, ha? Telefon nomadi. Yo, bu kishi meni kommentariyam postoyanno kuzatardi-da. Har kuni yozardi biron narsa. Oxirgi 2 oy bo'lib qoldi aka, to'g'risini ayting. 2 oycha bo'lib qoldi, yozmay qo'ydingiz. Akkauntim topib oling, ha? Bor. Bormi? Tak, kim bor bu yerda? Qandaysiz? Ishonarlimi? Tavsiya qilsa 12 ga arziydimi? Ha, bu endi teskari qarab o'tiradi-da, otib ketyapsizmi? Otib ketyapsizmi? Ellik qizingiz bilmaydimi ketayotganingizni? Ha, mayli. Nima deysiz? Ishonarlimi? Yolg'on bormi? Yo'q. Tak, kim